Bugun sizlar bilan yoshi kattalarga ham, kichkinalarga ham birdek yoqadigan sosiska в тесте tayyorlaymiz. Bolajonlarga maktabga, bog'chaga misol bersa bo'ladi bemalol. Uning uchun bizga sut, tuxum, o'simlik yog'i, dro'jji va bir qoshiq choy qoshiq shakar kerak bo'ladi. Iliqdan issiqroq sutga hamma quruq mahsulotlarni qo'shib aralashtirib olamiz. Dro'jji bilan shakarni birinchi qo'shib, yaxshilab aralashtirib, ketidan tuxum, bir dona va o'simlik yog'ini qo'shib, yaxshilab bitta massa holatiga keltirib, ozgina qo'shishni boshlaymiz. Unimizni qo'shganimizdan keyin xamir holatiga keltirib, o'simlik yog'i bilan yana bir marta mushtlab olib, ustini strech qilib issiqroq joyga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirimizni bir marta havosini chiqazib, yaxshilab uqalab olamiz va chiroyli qilib yoyib olamiz. Menda xamirim почти bir kun qolib ketdi. Xolodilnikka tiqib qo'ydim. Xolodilnikda ham oshadi xamir. Keyin uni bo'laklarga oralig'i 2-3 sm bo'lgan bo'laklarga bo'lib chiqdim, uzunchasiga qilib. Bittadan sosiskalarni o'rab chiqamiz. O'rab chiqqandan keyin qizib turgan duxovkada 180 gradusda 25 minut pishirib olamiz. Ustiga tuxum sarig'ini suramiz. Tuxum sarig'ini surgandan keyin xohishga ko'ra sedana sefo segan bo'ladi, kunjut. Sefo olib duxovkaga, qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Pishib chiqqan sosiska в testelarimizni bolajonlarga, maktabga, bog'chaga berib yuborsa ham bo'ladi. Zavtrakka ham zo'r choylar bilan qilib bersa bo'ladi. Oson, tez va mazali. Yoqimli ishtaha.